4 xonali domma puliga 2 sotuvga qurilgan 2 etajli 4 urinli uchastka topib qo'ydim-ku. Boyatan topib qo'ygan xonadonimga qarang. Kirishingiz bilan bitta mashina bemalol sig'adigan joyi bor, navestigida. Letniy kuxnya qilsangiz bo'ladi. Tashqarida sanuzuli bor. Mana men bitta pastga podvalga tushundim. Shuna xonadon topib qo'yganimga lak bosib oladigan joyi-ku. Qarang, xonadonga kirgandan keyin chap tarafda katta hol, o'ng qo'limizda katta zalimiz bor. Bu zal yoki oshxona qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Yana bitta katta xonamiz bor. Bu yoqda bitta spalni. Yonida o'zini birinchi qavatda sanuzuli bor. Menga eng yoqqan joyi orqa tarafida shunaqa joy qoldirilgan. Yorug'lik tushish uchun ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajga ham chiqib qoldi. Menga eng yoqqan joyi mana bu joy bo'ldi. Bu yerda hol qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu o'zini balkoni bor. Bemalol chiqib shahar tomosha qilsangiz bo'ladi. Bu yoq tarafimiz Yunusobod, o'ng tarafimiz, bu yoq tarafimiz 600 metrdan keyin Sankt-Peterburgga. Ikkinchi etajga yana bitta spalni. Yana mana bu bitta spalni tushgan. Mana bu radiatorskiy spalni qilsangiz bo'ladi. O'zini ikkinchi qavatdagi sanuzuli. Hozir bitta mansardangiz bilan ko'ramiz. Kommentariyga yozib qoldiring. Mansardadan nima maqsadda foydalansa bo'ladi. Podvalga tushganda to'rtta bitta xona bor ekan. Tashqariga oynasi bor. Eng qiziq joyi mana bu ham yoqdi qani. Katta seriya xona. To'g'ri, endi qorong'i bilinmayapti. Keyin bu yoq o'ng tarafda uchastkani yuragi bo'lgan kotelnik. Shu joydan hovliga chiqib ketadigan zinasi bor ekan mana. Mana sinfdoshlarning gruppasiga tashab qo'ying Telegramdan. Hop, narxiga keladigan bo'lsa 220 mingni belgilashdi. Topib qo'ydim kanaldan kelsangiz, kelishtirib berishadi. Boyata ko'rdingiz uchastkani. Uchastkamiz 60% bitgan. Elektrikasi bo'lgan, suvog'i bo'lgan, romlarni ham qo'yib berishadi. Kanalizatsiyalari bo'lgan. Keyin qarang, vaqtingiz yo'q sizni. Remont qilib o'tiramanmi desangiz, bularda yana bitta plyusligi bor ekan. Patkiluch ham qilib berishar ekan. Mulk qilib, investitsiya qilib pul tikib qo'yganingiz ham yaxshi. Eng glavniysi menga lokatsiyasi yoqdi boyata. Qarang, uchastkamizni o'ng tarafda Sankt-Peterburgda aytganimdek 600 metrdan keyin chap qo'limizda korzinkalar bor. U ham 500-600 metr. Yonda kristal o'sha do'konlar bor. Bog'cha, maktab hammasi yaqin ekan. Endi kelib tanlab olaverasiz. Xohlasangiz chap tarafdagini olasiz, xohlasangiz o'ng tarafdagini olasiz. Nomerligini pastda qoldiraman. Srochno olib bosib o'radigan joyi.